Ota-ona sifatida hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga ko'pgina abituriyentlar matematikadan bosib tayyorlansa ham, lekin oxirida imtihondan yaxshi natija ola olishmaydi. Salom, bu Leti va Kamina Azizbek. Bugungi videoda biz qanday qilib matematikadan milliy sertifikat yoki DT imtihonlariga to'g'ri tayyorlanish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bu video aslida kimlar uchun? Matematikadan tayyorgarlikni endi boshlayotgan 7-8 sinf o'quvchilar ota-onalari uchun. Shu bilan birga matematikadan tayyorgarlikni boshlagan, repetitor almashtirib yurgan 9-10 sinf ota-onalari uchun. Va so'ngida matematikadan milliy sertifikat yoki DT imtihoniga keyingi yil topshirishni reja qilgan abituriyentlarning ota-onalari uchun. Nega aynan ota-onalar uchun deyapmiz? Sababi hozirda aynan abituriyentlar hayotining eng muhim pallasida turibdi. Va bu davrda aynan shu jarayonda ular tabiiyki ota-onalardan yordam kutishadi. Va ushbu 10 daqiqalik video esa aynan siz to'g'ri yordam berishingiz uchun yordam berishi mumkin. Hozir tushuntirib o'tadigan matematikadan tayyorlanish usulimiz bu ustozimiz Javlonbek Amirovga tegishli. Ushbu videoda ta'kidlab o'tiladigan har bir metod 4000 nafar o'quvchida natija bergan. Ular orasida o'g'il bola o'quvchilar, qizlar ham bor edi, zehni o'tkir va yoki biroz dangasaroq, mehnatkash ham bor edi. Offline darslarimizda 100 kishilik guruhlarda yoki individual darslarda, shu bilan birga onlayn darslarimizda o'qib ham natija qilganlar bor edi. Shuning uchun agarda farzandingiz matematikadan tayyorgarlikni endi boshlayotgan bo'lsa va yoki o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, shuningdek milliy sertifikat yoki DT imtihonlaridan yaxshi natijani qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, aynan ushbu video bir yo'l xaritasi sifatida yordam berishi mumkin. Biz o'quvchilar va ota-onalardan qanday muammolarni eshitamiz? Keling ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Balki ular orasida sizda ham kuzatilayotganlar bordir. Birinchisi va eng ko'p uchraydigani bu ota-onalar aytishadiki, farzandim 6 oydan beri repetitorga qatnayapti, lekin bir natijasini hali sezganimiz yo'q deyishadi. Va bu holatda ota-onani xavotiri ortadi, o'quvchini esa o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketishni boshlaydi. Sababi nima? Sababi aksariyat repetitorlarda matematikadagi mavzularni avval to'laqonli o'tib, tushuntirib, ana undan keyin real testlarni eshittirishga o'tishadi. Bu orada esa avvalgi o'rgangan mavzular o'quvchini esidan chiqib ketadi. O'quvchilar orasida kuzatiladigan yana bir muammolardan biri bu bola repetitorni ko'p marotaba almashtiradi. Majburligidan o'qiydi yoki masalan uyda nimaga dars qilmayapsan degan savolga bir nechta bahonalar bilan javob qaytaradi. Keling buni ham sababini ko'rib chiqamiz. Sababi aksariyat repetitorlarda zamonaviy metodika asosida dars berilmaydi. Hali ham o'sha qo'llanmalar, kitoblar, eski testlar. Zamonaviy o'quvchilarimiz esa, deylik, alif avlod bu qisqa formatdagi kontentga o'rgangan, chalg'ib ketishi tez yoki bo'lmasa zerikib ketishi juda ham oson bo'lgan o'quvchilardir. Ularga darslikni rang-barang, qiziqarli va interaktiv tarzda tushuntirib o'tmasangiz, ular birinchidan darsga e'tibor berishmaydi va berilayotgan mavzularni o'zlashtirishmaydi ham. Oqibatda esa ular tez va kichik natijalarni ko'rib turishmasa, o'qishga bo'lgan motivatsiyasi o'z-o'zidan tushib ketadi. O'zingiz ham bilsangiz kerak, masalan, rang-barang va qiziqarli syujetli chet el filmlaridan kelgan yoki bo'lmasa Instagramdagi rang-barang kontentlardan kelgan yana o'sha rangsiz va eski nashrda chiqqan kitoblar va gazetalarni o'qigan bo'larmidingiz? Katta ehtimolda yo'q. Uchinchi muammo ham yillar davomida o'z aktualligini yo'qotmagan. Bu nimadan iborat? O'quvchi repetitorga qatnashib boshlar ekan, mavzularni zo'r o'zlashtiradi boshida va undan keyin orada yoki kasal bo'lib qoladi, yoki oilaviy sabab bilan, yoki shaxsiy sabablarga ko'ra darslardan chetda qolib ketadi. Va bir nechta darsga bormasdan yana qaytib kelganida endi u o'qiyotgan guruh allaqachon bir nechta mavzularni o'tib ketgan bo'ladi.
va uni yetkazib olishi qiyinlashib ketaveradi. Bu borada esa o'quvchini tabiiyki o'ziga bo'lgan ishonchi yana pastga tushib ketadi va o'zlashtirishida, o'z natijalarida pasayish kuzatiladi. Buni sababi nimada? Repetitordagi mavzularda qat'iy tartib mavjud. Ularni ketma-ketligini buzmagan holatda o'rganish kerak. Agar bitta mavzuda qolib ketdingizmi, tamom. Keyingilarni o'zlashtirish yana ortiqcha bosim keltirib chiqaraveradi. 4-muammo bu nazorat bo'yicha. Repetitorlar yoki o'quv markazlaridagi ustozlarimiz nazorat qilishni ota-onaga yuklashadi. Ya'ni dars paytida biz nazorat qilamiz, lekin uyda dars qilayotganda bu endi sizga bog'liq masala deyishadi. Afsuski, bu deyarli hech qachon ishlamaydi yoki samara bermaydi. Nimaga? Sababini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'quvchi uyda dars qilayotgan paytida unda qaysidir masalalar bo'yicha savollar kelib chiqadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi shu savollarga 20 daqiqada javob olmasa, uni o'qishga yoki o'sha darsda davom ettirishga bo'lgan qiziqishi 50% ga pasayib ketadi. To'g'risi hamda agar mavzularni yoki masalalarning yechimini ota-onalarning o'zi tushuntirib bera olganida repetitorga bermasdan o'zi o'qitib qo'ya qolardi. To'g'rimi? Ana endi keling, mana shu muammolarning ildiz sababini ko'rib chiqamiz. Nimaga o'zi bu muammolar kelib chiqyapti? Ushbu muammolarning barchasining asosiy ildiz sababi bu 20 yil oldingi o'qitish metodikasi hozirgi avlodga ham yoki hozirgi o'quvchilarga ham mos keladi deb o'ylayotganimizda. Ekrandagi rasmga o'zingiz bir nazar soling. Qarang, odamlar hayotidagi sohalar oxirgi 20-30 yil ichida qanchalar o'zgardi. Masalan, telefonlar, transport sohasi, ovqatlanish madaniyati, o'yinlar va ko'ngilochar sanoat va endi ta'limga qaraylik. Doska, o'qituvchi, kitob, daftar. Ya'ni asosiy muammo hamma soha yoshlarga moslashayotgan bir paytda biz o'qitish sohasida ularni eski tizimda o'qishga majburlayotganimizda. Ya'ni asosiy muammo hamma sohalar yosh avlodga moslashayotgan bir paytda biz ularni tushunmay eski o'qitish tizimiga majburlayotganimizda. Bu muammolarni yechish uchun nimalar qilib ko'rishadi va bular nimaga ishlamaydi? Keling ko'rib chiqamiz. Birinchisi, qattiqqo'llik va dakki berish. O'quvchiga bu tabiiyki stress tug'diradi, shu bilan birga imtihonda u hayajonlanib, past natija olib chiqadi. Ikkinchisi, o'qishga kirsa, unga katta sovg'a va'da qilish. Sabrsiz alfa avlod uchun bu ham ishlamaydi. Bu motivatsiya tezda yo'qolib ketadi. Yechim sifatida ko'riladigan 3-yo'l bu bitta joyda natija ko'rmasdan boshqa o'quv markazlariga olib o'tish. Dasturlar va yondashuv hamma joyda deyarli bir xil. Ushbu videoni ko'rarkansiz, tabiiyki sizda savol tug'ilishi mumkin. Yaxshi, muammolarni sanab o'tdingiz, qaysi yechimlar noto'g'ri ekanligini ham tushuntirib o'tdingiz. Unda ishlaydigan yechim nimada? Biz Leti jamoamiz bilan birgalikda aynan shu yosh alfa avlod uchun maxsus dastur ishlab chiqqanmiz. Keling ushbu dastur nimaga ish berishini bir nechta sabab bilan tushuntirib o'taman. Birinchidan, filni to'liqligicha emas, bo'laklarga bo'lib yeymiz. Bu nima degani? Matematikani to'liq o'rganish ko'p vaqt oladi va natijasi esa undan ham uzoq vaqt turadi. Biz o'z dasturimizda mana shu to'liq matematikani 120 ta mayda bo'laklarga, ya'ni mavzularga ajratib chiqqanmiz. O'quvchi har bir mavzuni o'zlashtirgandan keyin aynan shu mavzu bo'yicha milliy sertifikat yoki DTM darajasidagi testni yechib keyingi bosqichga o'tadi. Bu degani har bir mavzuni tugatgandan keyin o'quvchi o'z natijasini aniq ko'radi, nishonlaydi va davom etadi. Agar testlardagi natijasi 90% dan past bo'lsa, keyingi mavzuga o'tmaydi. Sababi ushbu mavzuni o'zlashtirmagungacha keyingi mavzular qiyinlashib ketaveradi. Har bir dars 2-3 soatlik zerikarli tarzda emas, balki 30 daqiqadan 3-4 ta qismli mavzulardan iborat bo'ladi. Har bir mavzu oralig'ida mustahkamlash uchun savollar beriladi. O'quvchi xuddi o'yin o'ynagandek keyingi bosqichga birma-bir o'tib ketaveradi. Video darslarining har biri chiroyli vizualda, rangli va ko'zga yoqadigan darajada tasvirga olingan. Uchinchidan, bu har kuni kun davomida ertalabki 10 dan kechqurungi 10 gacha 12 soat davomida o'quvchida savol tug'ilgan zahoti savollarga javob beradigan tayyor nazoratchi o'qituvchilar. Ya'ni bu bilan o'quvchi odatiy repetitordagi darslardagidek tushunmagan savoliga keyingi darsni, ya'ni 2 kun poylab o'tirishi shart emas.
Tushunmagan savoliga joyida javob oladi. Tushunganingizdek, ya'ni har bir o'quvchini psixologiyasi, motivatsiyasi, ularni nazorat qilish va har bir mavzuni ketma-ketligini inobatga olgan holda dastur ishlab chiqamiz. Va ushbu dastur tepada sanalgan barcha muammolarni yechib, farzandingizni muddatidan oldin talaba qilishiga ishonamiz. Bizni ushbu dasturimizdan allaqachon 300 ga yaqin maktab o'quvchilari va e'tibor qiling, 200 dan oshiq maktab o'qituvchilari foydalanishyapti. Ularning fikrini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turibsizki, hattoki maktab o'qituvchilari bizga ishonishadi va bir oyda natijaga erishishyapti. Siz farzandingizni biz bilan 10 oy davomida tayyorlanib, milliy sertifikatdan B natijani olishiga ishonmaysizmi? Tushunib ulgurganingizdek, sizga aytishgan ilm olish bu har doim ham igna bilan quduq qazishdek qiyin emas. Agar to'g'ri yondashilsa, quduqni belkurak bilan oson qazish ham mumkin. Buning uchun shunchaki yangiliklarga ochiq bo'lish va imkoniyatlarni ko'ra olish yetarli bo'ladi. Onlayn matematika kurslarimizga qiziqqan bo'lsangiz va 10 oyda milliy sertifikatdan kamida B natijani qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Agarda qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, mutaxassislarimizdan bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Quyida havola qoldiramiz. O'tib o'z ma'lumotlaringizni qoldiring. Sizga 55 kodi bilan 518 00 90 raqami orqali bog'lanishadi. Ajratgan vaqtingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat.